Shu retseptini o'rganib olsangiz, mahroviy sotuvini ham yo'lga qo'yib yuborasiz. Juda ham ko'p odamlarni sevimli shirinligi hisoblanadi. Bismillah deb tuxum oqini ozgina ko'pirtirib, ketidan shakarni oz-ozdan solib, mikserni baland оборотida 8-9 daqiqa qattiq ko'pik bo'lguncha aralashtirasiz. So'ng tuxum sarig'ini ham solib, bir rov ko'pirtirib olasiz. Elangan oliy navli unga bitta choy qoshiqda razrihetel solib, oz-ozdan ko'pikli massaga qo'shasiz. Ehtiyot bo'ling, pastdan tepaga qarab aralashtirasiz. 22-24 desimetrli qolipga solib, chiroyli qilib tekislab olasiz. Shunaqa vazdoshniy bo'lib ishib chiqqan biskvitimizni tepa qism shapkasini kesib olamiz urvoq uchun va o'rtasidan ikkiga bo'lasiz. Xuddi shu usulda qorasini ham pishirib olasiz. Eslatib o'taman, hamma grammlarini opisiyaga yozib qo'yaman. Bozor qaymog'iga sug'ushoniy molokoni solib, 3-4 daqiqa quyuqqina krem bo'lguncha aralashtiramiz. Xohishga ko'ra vanilin qo'shsangiz ham zo'r chiqadi. Har bir korjlarimizni shirin suv bilan probitka qilib olamiz. Krem korj qilib 4 talasini ham yopishtirib olamiz. Xohishga ko'ra orasiga yupqa qilib banan kesib solsangiz ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Oxirida ustiga ham kremni chiroyli qilib tekis surib olib, urvoq uchun olib qo'ygan korjlarimizni blenderda maydalab olasiz va xuddi shunaqa qilib ustini chiroyli qilib bezatib olasiz. Siz uchun shuncha mehnat qildim. Bitta like bosib keting. Podpiska tugmasini ham esdan chiqarmang. Shu retseptini o'rganib olsangiz, mahroviy sotuvini ham yo'lga qo'yib yuborasiz. Juda ham ko'p odamlarni sevimli shirinligi hisoblanadi. Bismillah deb tuxum oqini ozgina ko'pirtirib, ketidan shakarni oz-ozdan solib, mikserni baland оборотida 8-9 daqiqa qattiq ko'pik bo'lguncha aralashtirasiz. So'ng tuxum sarig'ini ham solib, bir rov ko'pirtirib olasiz. Elangan oliy navli unga bitta choy qoshiqda razrihetel solib, oz-ozdan ko'pikli massaga qo'shasiz. Ehtiyot bo'ling, pastdan tepaga qarab aralashtirasiz. 22-24 desimetrli qolipga solib, chiroyli qilib tekislab olasiz. Shunaqa vazdoshniy bo'lib ishib chiqqan biskvitimizni tepa qism shapkasini kesib olamiz urvoq uchun va o'rtasidan ikkiga bo'lasiz. Xuddi shu usulda qorasini ham pishirib olasiz. Eslatib o'taman, hamma grammlarini opisiyaga yozib qo'yaman. Bozor qaymog'iga sug'ushoniy molokoni solib, 3-4 daqiqa quyuqqina krem bo'lguncha aralashtiramiz. Xohishga ko'ra vanilin qo'shsangiz ham zo'r chiqadi. Har bir korjlarimizni shirin suv bilan probitka qilib olamiz. Krem korj qilib 4 talasini ham yopishtirib olamiz. Xohishga ko'ra orasiga yupqa qilib banan kesib solsangiz ham mazasi o'zgacha bo'ladi. Oxirida ustiga ham kremni chiroyli qilib tekis surib olib, urvoq uchun olib qo'ygan korjlarimizni blenderda maydalab olasiz va xuddi shunaqa qilib ustini chiroyli qilib bezatib olasiz. Siz uchun shuncha mehnat qildim. Bitta like bosib keting. Podpiska tugmasini ham esdan chiqarmang.